Assalomu alaykum kanalim kuzatuvchilari, opa-singillarim, dugonalarim, kanalimga xush kelibsiz. Yangi qo'shilgan qizlarimiz ham kanalimga xush kelibsiz. Kanalimda PP taomlarni, uy ishlarini, bolajon uchun retseptlarni ko'rishingiz mumkin va PP taomlardan tashqari ham boshqacha taomlarni joylab turaman. Kuzatishda davom eting. Like va kommentariya yozishda ham unutmang, chunki sizni laykingiz, kommentariyangiz boshqa qizlarga ko'p ko'rilishga sababchi bo'ladi. Go'zallarim, shunaqangi taom tayyorladim. Har doimgidek biz sevimli salatimiz moshli salat va guruch и duxovkaga teftelli ovqat solgandim. Tiqqanim va shu ovqatdan ozgina soldim. Qizlar, PPda kartoshka va guruch mumkin emas. Kartoshka, ayniqsa qovurilgan kartoshka umuman mumkin emas. Kartoshka pyureni ozgina yesangiz bo'ladi. Bu ham qovurilmagani uchun ozgina soldim. Bu yigitimning tarelkasi, bilasizlar. O'zim tarelkacham kichkinagina bo'ladi har safar. O'zingiz uchun PPda yursangiz, o'zingiz uchun doim tarelkangizni moslashtirib oling o'zingizga va oz miqdorda ovqat yeng-da, salatni ko'proq yeng-da и sport bilan shug'ullaning. Men ham yosh bolam borligini hisobiga sport bilan uncha shug'ullana olmayman. Bir kun shug'ullansam, 3 kun shug'ullanmay qolaman. Eng zo'ri lekin ham PP qilib turib, ham sport bilan shug'ullanish eng zo'r rezultat bo'ladi. O'shanda zo'r vес tashlab olasiz. Xullas, go'zallarim, kuzatishda davom eting. Ertalabki nonushtani azvuchka qilib joylab yuboraman. Qolganini esa ochga qilmasdan tushuntirib borganman. Bugun nonushtaga tofu tayyorladim. Tofuni ko'pchilik so'rashadi, nimaga o'xshaydi ta'mi deb. Sirga ham, brinzaga ham o'xshatolmayman ta'mini. Qandaydir ta'msizroq, boshqacharoq. Tofularni har safar shu qalinlikda kesib olaman. Tofuni grammi 500 gram va 8 bo'lak chiqadi. Har safar 1-2 qoshiqda semchka yog'i solaman, ko'p solmayman va orqa oldini qizartirib pishirib olaman. Tofuni ustiga sous tayyorlash uchun ko'k piyozni mayda qilib to'g'rab olamiz. Bu orada tofularni ikki tomonini tillarang bo'lguncha qizartirib pishirib oldim. Tofu nima deb so'ragan qizlarimizga, tofu soya sutidan tayyorlanadigan oqsili yuqori oziq-ovqat hisoblanadi. Tofumuz ham pishdi, endi sousini tayyorlaymiz. To'g'rab olgan piyozimizni ustiga soya solamiz. Biz ko'proq soyali xohlaymiz, o'shaning uchun 3-4 qoshiq solaman va choy qoshiqda paprika, tabingizga ko'ra murch solsangiz bo'ladi va aralashtirasizda tofularni ustidan quyib chiqasiz. Bo'ldi, nonushtamiz ham tayyor bo'ldi. PPda yurganlar uchun tofu eng zo'r nonushtalardan. Qizlar, xormanglar, bugun men emas, qizimga o'rgatyapman. Qizim tayyorlaydi, teftelli ovqat qilamiz so'nchiga. Farshimiz taxminan 400-500 gram hozir ana mikrovolkada eritib oldim. Mana yo'q, sal pishib qopti. Ana qizlar, bugun qizim boshlaydi. Ishdim, boshlang. 500 gram farshimizga bir dona piyozimizni qirg'ichdan chiqaramiz, mayda tishidan solamiz. Bir dona tuxum soling. Endi qizlar, men pripravalardan maydalangan zira, paprika, oddiy zira, maydalangan kashnich, keyin quritilgan chesnok, tuz va mana bu miyata bo'ladi. Eng zo'r ta'm beradigan hozir bu teftelimizda miyata. Soling. Solamiz. Endi talqon solamiz. So'ng oz-ozdan solamiz. Qizlar, ko'rdingizmi? Mana yoshlar shuda oxirgacha eshitmaydi gapni. Xullas, oz-ozdan solamiz degunimcha hammasini sovordi qizim. Aralashtiring. Xullas, birdan sovormaysiz, chunki anaqa nima deydi, qo'yilib qolishi mumkin. O'shaning uchun oz-ozdan solib ko'ramiz quyuq-suyuqligini. Qizimga ko'rsatib bermasam, unda g'ijimlagandek g'ijimladi hozir. Qizimga birinchi oldin ko'rsatib beray. Mana qizlar, ko'ryapsizlarmi? Mana suxoyroq bo'lib qolmasligi uchun yaxshi ham hammasini sovormadim, yarmini olib qo'ydim. Shunaqa holatda bo'lishi kerak mana.
Endi qo'limizni suvlab, tiftil ko'rinishda yasab olishimiz kerak. Oldin mana shunday qilib urishimiz kerak. Mana qizim asta-asta o'rganyapti. Endi 13 ga to'lgan qizlarni nima qilish kerak? Mana shunday qilib o'rgatish kerak. Aslida ko'p ota-onalarda nimagadir asabi dosh bermaydi. Meni ham bir xilda, lekin asabim dosh bermaydi, lekin o'rgatishga harakat qilaman. Qattiq oting. Shunday qilib mushlab otib olamiz. Bunisini ham qiling endi. Bunisini ham. Va qo'limizni hozir namlab, suvlab tiftil ko'rinishda yasaymiz. Tiftillarimizni ham kattaroq qilib yasaymiz. Qizlar mana shunaqa katta qilib tiftil ko'rinishda yasab olamiz. Qani? Qo'ying. Kartoshkalarimizni shunday qilib ikkiga bo'lib olamiz. O'rtasidan bo'lib, yana o'rtasidan bo'lamiz. Shunda bitta kartoshka to'rtga bo'linadi. Hammasini shunday qilib olamiz. Bir choy qoshiqda tuz solamiz kartoshkamizga. Bir choy qoshiqda paprika solamiz. Va zaytun yog'i yo salatoviy yog' qo'shsangiz bo'ladi. Semichka yog'i. Bir choy qoshiqda zaytun yog'i yetarli bo'ladi, chunki sariyog' ham solamiz. Kartoshkamizni shunday qilib aralashtirib olamiz. Endi duxovkamizga mos keladigan idishimizga solamiz hammasini. Va qolipimizni sariyog' bilan yog'lab olamiz, shunaqa qilib. Tagi olmasligi uchun, lekin tagi olmaydi hozir, chunki tomatga ozgina suv solib ichiga quyamiz. Kartoshkamizni qolipga solib olamiz va ustidan tiftillarni teramiz. Tering tiftillarni. Hammasini terib chiqamiz. Chiroyli qilib. Shunaqa bo'lakchada sariyog'larni ustiga terib olamiz, qizlar. Endi ustiga sous qilamiz. Bir qoshiq tomat solamiz. Qo'ying. Keyin suv qo'ying. Hammasini qo'ymang, o'zim aytaman suvni. So'ng. Suvli bo'lsin deyapti qizim. Suvni yoqtirishadi bular. O'shaning uchun hammasini qo'yib yuboring. 200 gramda suv solamizda, vilka yordamida aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtiring va tuz qo'shamiz ozgina. Tuz qo'shib yubordim. Qizlar ustidan quyamiz sokimizni shunday qilib. Folga yopamizda duxovkamizga jo'natib yuboramiz. Bu safar suvni kamroq qilardim, qizlar. Bu safar suvli bo'lsin deganiga qizim ko'proq suv soldik. Mana ustini yopamiz. Duxovkaga jo'natamiz. Shunday qilib qizjonimga asta-sekin o'rgatib boryapman. Qo'rqmasdan itaring, hali sig'mas. Sizlar guruch solib qo'ydim multivarkaga va kichkintoyimga baliq solib qo'ymoqchiman. Bu yerda baliqni ikkiga bo'lib oldim. Bunga zaytun yog'i qo'ydimda va ozgina tuz sepdim. Buni morozinnikka olib qo'yaman. Parda 25 daqiqada pishadi. 25-30 daqiqada. Tagida guruch bor. Guruchni 35 daqiqaga qo'ygandim. Hozir 25 minut vaqt qoldi. Yoniga mana brokoli ham qo'yaman. 4-5 minutdan keyin olaman brokolini. Muzlatgichga shunaqangi moshni o'stirib, muzlatib olib qo'yaman bir xilda. O'shani bugun salat qilib yuboraman. Moshli salat. Qizlar mana ovqatchamiz pishdi. Voy, biramiz. Voy. Qizim ovqatni ko'rib baqiryapti stol ustiga chiqmaganda. Qorni ochqadimi go'jim? Mana ezilib ketyapti kartoshka qizlar. Hozir qizim, ha jonim. Ezilib ketyapti kartoshkasi ko'rlaring. 1 soatga qo'ydimda, o'zi ham mashettanida suv kamayib ketibdi boshqa ishlarni qilganimcha.
Qizlar mana teftilchamiz pishdi. Kichkintoy qo'ymayapti, meni ovqatim deb o'ylayapti, baqir-chaqir qilib. Yumshoqqina bo'lib pishdi. Qizlar, qizimni baliqchasi ham pishdi. Buni qiltonog'ini ajratib kichkintoyimga beraman. Oshimiz solamiz, 3 minut pishirib olamiz. Salatga bir dona piyoz shunaqa mayda to'g'rab olib qizartirib pishirib olamiz. Qizlar, mana kashnish solamiz, to'g'ralgan. So'ngda qirg'ichdan chiqaramiz. Tuz solamiz. Paprika solamiz, 1 qoshiq, yarim qoshiq uchida achchiq qalampir solamiz. Agar achchiqroq xohlasangiz ko'proq so'ng. Va soya solamiz. Voy. Soyani 1 qoshiq yoki 2 qoshiq soling, xohishingizga qarab. 1 dona, 2 dona yoki 2 dona piyoz qo'yib sovuramiz. Piyoz xohishingizga qarab. Men 1 dona qovurdim. Go'zallarim, mana moshli salatimiz ham tayyor bo'ldi. Endi hamma masalalarimizni chiroyli qilib tortamiz dasturxonga. Qizlar, qizim ozgina bodring qo'shib yuboring deganiga bodring qo'shib yubordim. Go'zallarim, bu kichkintoyimga, bugun kichkintoyimga baliq kuni. Mana baliq, yarimta baliqda yarmini berdim hozir. Yarim qismi mana qoldi. Tozaladik-da. Obchasi tozaladi. Qizlar, endi podacha qilamiz. Guruchni solamiz. Ana. Salatni ham solamiz. Ozgina bodring to'g'rab yubordim yoniga men. Qizlar, PPda yurganda ham kartoshka yeyish mumkin, faqat qaynatilgan kartoshka bo'lishi kerak, qovurilgan yeyish kerak emas. Bu endi duxovkada bo'lgani uchun ozgina yeyman. Bo'ldi. Qizlar, Zaradan shunaqa oyoq kiyim oldim. Mana jonqarcham meni qo'ymayapti. SSLning shu oyoq kiyimimni ham shulardan olgandim. Profillarni tashab qo'ydim. Ana. 260 mingga oldim. Boshqa do'konlarda buni 400 mingdan ko'rgandim. Va shunaqa qora svetidan oldim. Nimaga yana qora oldim? Odatda o'zi och svet ko'p kiyaman. Yana qora zakaz qilib oldim. Buni korичневый va ivory sveti ham rosa chiroyli edi. Mana qizcham qaranglar endi. Xullas qizlar, profillarni tashib qo'ydim Telegramga. Shunaqa oldim. Hozir juda katta partiyada olib kelishgan, shuning uchun 260 mingdan sotishyapti. Juda kichkina kiyaman. 36-35 kiyaman. Go'zallarim, bugun yana Zaradan menga zakaz qilgan oyoq kiyimim keldi. Buni ancha bo'lgandi zakaz qilganimga, chunki seriyada yig'ilib keladi. Rosa trendda bo'ldi shu oyoq kiyim. Va qanchaga tushganini bilasizlarmi? Menga 175 mingga tushdi. Profillarni qoldiraman. O'tib olsalaring bo'ladi, chunki atiga $1 qo'yib sotadilar. Zuladan oldim. Shunaqa. Razmer o'zi ham qizlar necha ekan? 35 ekan. Kecha olgan zaram 36 edi. Yaxshim 35 zakaz qilgan ekanman. Sababi oyoqqa kiyganda surpanib ketadi deb 35 zakaz qilgan. Loyiq ekan. Assalomu alaykum qizlar. Yaqin dugonam qizini uzatyapti. Bugun o'qib beradi. Shu yerga kelganman hozir. Hozir hech kim yo'q. Endi qudalar kelishadi. Dasturxonlar bezatilgan. O'tiribmiz hozir. Seplarni ko'rsata olsam agar ko'pchilikni yonida video ola olsam ko'rsataman.
Bu yerda mana nonlari kelibdi. Shirinliklari bilan qolganlarini olib kirishyapti. Bu yerda ham non va shirinliklar. Bu yerda oyoq kiyimlar. Baxtini bersin ilohim. Bu yerda ko'ylak, chiroyli ko'ylakcha. Bobolariga ekan, magazinlarga yugurib mana bu tartolar ekan. Qizlar bugun kichkintoyimga shunaqangi o'ynaydigan igrushka oldik. Miyasini charxlaydigan. Bu yerda raqamlar bor ekan mana. Bu yerda bir cho'pakchasi bor ekan. Mana shunaqangi cho'pakchasi bor ekan. Bir qizimiz, tanish qizimiz bolachasiga olgan ekan. Rosa qiziqib ketdim va o'rgataman dedim. Bu yerda mana mevalarni o'rgatamiz, hayvonlarni o'rgatamiz, mashinalar bor ekan. Juda qiziqdim, lekin bu 3 yoshdan ekan. 3 yoshdan bo'lsa ham men qizimda qanaqadir qiziqish qobiliyati bor. Shu sababli oldim. Va mana olib nimani o'rgatsam o'sha joyga qo'yib o'rganib mana bir marta o'rgatdim, endi uryapti. Xullas mana terib chiqyapmiz, o'rgatyapman. Hozir birinchi qog'oz ochganim uchun hali bilmaydi qayerga nimani joylashdi, lekin qiziqib o'ynayapti. Mana tarozi, qupnoyni joyladi lekin. Buni qayerga joylaymiz qizim? Vovo emas bu. Mana yoqqa joylaymiz. Bu mashincha. Buni oladida, mana buni oladida, mana bunday qiladi. Berib tur qizim. Mana bunday qiladi. Bu yoqqa qo'y. Bu yoqqa qo'yamiz uni. Necha ekan bu? 9. Quyoncha. Qo'yamiz quyonchani. Voy. Mana maymuncha. Mana maymuncha. Mana maymuncha. Maymunni maymunga qo'yamiz. Ana. Bu babacha. Kuchukcha bu. Babacha. Mana babacha. Mana babacha. Babachani Qo'y olamiz. babachaga. Qo'y. Vov. Bunga qo'y. Qo'y. Vov. Mana bu yoqqa qo'y. Yo'q. Bunga qo'y. Ana. Ushla. Mana. Qo'y. Yo'q, bu yoqqa qizim. Betga. Betga. Mana momo. Qo'y bu yoqqa. Молодец. Молодец. Ushla. Ha, betga qo'y. Betga qo'y. Hammasini o'pasan ekan-da sen qiz. Молодец. Buni qo'yamiz endi. Молодец, meni qizim. Akas chapak chop qo'ying. Молодец. Qayerga qo'yamiz quyonchani? Ancha o'rganib qoldi Sadiyaxon.